4 xona, 5 xona, 6 xona uylarga qanaqa katyol qo'yamiz deb ko'pchilik bizdan kommentariyada so'rab boradi. Shu katyollarni tushuntiray. Bu katyollarimiz 4 xonaga qo'yiladi, undan oshiga qo'ymaymiz buni. Shuni 5 xonaligi ham bor, usileniya qilib katyolni usilit qilib qo'yilgani bor. Bu diplomat katyolimiz boshlangani, gatovoylarni sotib oldik katyolni. Bu diplomat katyolimizni boshlanish yasalishi. Bu katyollarimizni 15 yil 20 yil oldin 6 xona, 7 xona uylarga ham qo'yib yuborishgan. O'shuning uchun ko'pchilikda hayolda bu katyol istalmaydi deydi. Bu katyol ограниченияsi 4 ta xonadan oshiga qo'ymaymiz buni. Bu katyol diplomatlarimiz 6 xona uylar bemalol istadi. Shunga o'xshash katyollar xizmatlari kerak bo'lsa, telefon nomerlarini aytib o'tib ketaman. 0554 11 11 98 nomeriga qayrilasizlar. Suvarshiyda o'zining nomeri sizlarga eng jo'n bahoda qilib yasab beradi va dastavka xizmat kerak bo'lsa, yasab taksilarga yuklab berish xizmatlari ham bor. To'lqa M-bankdan pulini jo'natib bersalar, taksilarga yuklab berish xizmatlari bor.